Bormi? Tekshirishadi. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Bizning bugungi mehmonimiz, do'stimiz, bugun biz tabiiy holatda syomkaga tushamiz. Tanishamiz. 3 kun oldin men bir savol berdim. Hozir viloyatimiz miqyosida, nohiyamiz miqyosida bizning atrofimizdagi nomer 1 marketolog kim? Marketing mavzusini yoritib bera oladigan inson kim degan savol berganda agarda menga bir kontakt tashlashdi, Instagramlarning linklarini olib tashlashdi. Haqiqatda lead generatsiya, konversiya masalasi, marketing masalasida juda ajoyib foydali kontentlar bo'lgan. Biz описаниеda bu narsani qoldiramiz. Xo'p, bugun intervyu va podkast formatida bo'ladi. Ham tanishamiz, xudo xolisa, ham biznesmen, sohibkorlarga, o'quv markazi bor insonlarga xudo xolisa foydali podkast, ya'ni kim bir mavzuni ikki kishi bo'lib ochib beramiz. Ham intervyu formatini ham taklif qilib qoldilar. Intervyu formati ham bo'ladi. Ilhomjon aka, xush kelibsiz. Marhamat. Siz o'zingiz haqingizda hozir nimalar bilan mashg'ulsiz, nima niyat, maqsadlar borligi haqida bizning kanaldagi, bizning Telegram, WhatsApp, asosan YouTube'da kuzatuvchilarimizga agarda o'zingiz aytib o'tsangiz, xursand bo'lamiz. Suhbatimizni boshlaymiz. Davom ettiramiz. Rahmat. Meni ismim Ilhom. Birinchi marta ko'rayotganlar uchun. Meni 10 yildan ko'p tajribam bor marketing sohasida va o'zimni avvalroq startapim bo'lgan IT sohasida, именно отдел кадров, HR sohasida plus hozir 2-3 ta proyekt olib boraman. Qo'shimchasiga hozir o'zimni lishniy blogimni va o'zimni lishniy brendimni ustida ishlab, o'sha qaysidir ma'noda marketolog beo'zini lishniy brendsiz bo'lmasin deb, o'sha hozirgi zamonga moslashib, o'zimni lishniy brendimni o'stirishda harakatini ham qilyapman orasiga. Rahmat, tanishganimizdan xursandmiz. Eslatib o'taman, kontaktlarini rozi bo'lsangiz shu описаниеga qoldiramiz. Xudo xolsa, konsultatsiya masalasida, marketing masalasida, analiz masalasida, diagnostika masalasida murojaat qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Bugun Ilhom aka taklif qildilarki, intervyu formati ham bo'lsin. Misolga, bizning mana auditoriyamda ham shu o'quv markazi masalasi yoki sohibkor biznesmen bilan suhbat ham qiziq bo'ladilar. Va lekin asosan biz marketing temasida bugun suhbat qilamiz, xudo xolisa aka. Shunaqa. Sizda biron bir taklif, biron bir savol bo'lsa agarda nima qilamiz? Hozircha yo'q. Endi sekin savol javobga o'tib, bemalol. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Xo'p, hozir taklif bo'lsam, asos marketing bo'lsin, marketing bo'lsin. Bu kasbmi hozirgi kunda aka? Marketing masalasi, marketolog, marketer misolga ham kasblar bormi? Qayerdan kelib chiqdi bu masala? Bu boshlanishiga o'sha startapimdan boshlangan. Ya'ni biznesda o'sha har tomonlama selni qarash uchun. Plus ко всему hozir o'shandan keyinsiga shu narsa keldiki, mifический personaj bor, Midas degan. Midas degan va uni shu ko'p odamlar biladi, Ruka Midasa degan nima ketadi, legenda ketadi. Va o'shanda именно o'sha qo'l nimaga tegayotgan bo'lsa, o'sha tilga aylangan. Xuddi o'sha narsani men hozirgi holatda biznesmenlar menda ko'rishni xohlayapman. Va именно shu holatdan hozir kanalim oti ham Leadway degani hisobga lead olib keluvchi hisobida. Lead olib kelayotgan, именно har bitta biznesga yordam bera oladigan hisobida. Zo'r. Alohida kasb, alohida yo'nalish, отдел zo'r. Ham kasblar bormi yon atrofingizda hozir? Shu yo'nalishda odatda bu sohada menga maslahat berib, yo'l ko'rsatib turadigan odamlardan biri Furqatullo aka. Ular hozirgi holatda Esxati, Bovari. Xuddi shu odam. Da. Xuddi shu odam bilan juda qasdimada nastavnikim deb aytsam bo'ladi. Zo'r. Maslahatlashib yoki biron marketing sohasida Tojikistonda ichida biron xil nima bo'layotgan bo'lsa, men srazularga chiqaman. Aka, mana shu holatga fikringiz qanday bo'lyapti? Da. Kim nima dijina qilayotgan bo'lsa ham, nima deb o'ylaysiz deb fikr almashib, harakat qilib bilimlarni olishga harakat. O'shni odam uddalaydi. Xabarim bor. Nima, bir bilishingizdan xabarim bor. 2015-16-yil bir taqdir taqozosi bilan bir qatnashib ko'rib eshitib qolgandim inson haqlarida. Zo'r. Endi bunaqa qilamiz. Umuman tushunchasi shu haqida bilimi yo'q insonga, misol. Marketing yoki marketolog nimadan boshlandi? Kim u? Qanaqa u? Nima bilan yeydi uni? Marojnaga, lamonga qo'shibmi? Bu narsani hozirgi holatda endi tarixdan olib kelayotgan bo'lsak, hozirgi bizneslarning boshlanishi urushlardan boshlanganda.
chunki bizneslarni boshlanishi urushlardan urushdan boshlangan. Chunki avvallari non topish uchun urush qilib, davlatlar boshqa davlatlarni bosib olib nonni topgan bo'lsa, tillosini o'g'irlab boyigan bo'lsa, keyingiga sekin bu narsa biznesga o'tgan. Sivilizovanniy holatdagi o'tgan. Va sivilizovanniy holatga kelganingizga hozirgi holatda lekin marketing strategiyasi degan narsa bor. Xuddi o'sha marketing strategiyasi o'sha voyenniy strategiyadan o'tgan. Mana hozir rahbarlik boshqa tomonlama bo'layotgan bo'lsa ham, o'sha biznesdagi управленческий состав, полный управление именно nimadan andoza olingan? Voyenniy sohadan. Chunki voyenniy soha ham qattiq bo'lish kerak, bitta maqsadga yo'lda bo'lish kerak, biznes ham xuddi shu sohada. Ada ham biror xil lishni движениeni ko'tarmaydi hisobga. Управление hisobida. Va xuddi shu narsadan уже marketing strategiyasi bo'lib kelgan holatda, уже avvalgi holatda konkurentlarni o'rgangan bo'lsa, hozirgi holatda уже market, bozor hisobida va logiya o'rganish, bozorda o'rganib, konkurentlarni o'rganib, o'zini customerda hozirgi holatda biznesda ko'zi deb aytayotgan bo'lsak bo'ladi. Ko'z ko'rib turib, o'shanga qarab aql ishlaydi. Xo'p. Umuman bu so'zlarni endi eshitgan odamga nima deysiz? Umuman bu so'zni ko'proq odamlar marketolog deb aytayotgan bo'lsangiz, reklama deb o'ylashadi. Shunaqa tushuncha bor, to'g'ri. Shunaqa tushuncha bor. Lekin bu holatda aytishim mumkinki, marketolog bu biznesning rivojlanishiga hissa qo'shayotgan odam. Biznesning rivojlanishiga hissa nima vazifa bajaradi u? Nima funksiya bajaradi? Bozorda o'z o'rnini egallashga yordam beradi. Bozorda o'rnini egallashga yordam beradi. Funksional desak agar nima funksiya bajaradi? O'zi asosiy ikkita vazifasidan bittasi klient olib kelish bo'layotgan bo'lsa, ikkinchisi o'sha klientni ushlab turish. Chunki baribir ko'p bizneslar bor. Даже bir ustozimiz aytgan, agar biznesingda bir martalik xarid bo'layotgan bo'lsa, uni orqasidan klient kelmayotgan yoki klienting yana qayta sandan xarid qilmayotgan bo'lsa, u biznes deb aytmasdan ham bo'laveradi deb aytishganda. Shu bir martalik xarid uchun yasalgan biznes praktik biznes emas. Shunaqa. Hozirgacha kunduzda ayniqsa juda ham muhim holat. Zo'r. Bu birinchi abzas hali marketing yoki marketolog haqida tushunchani endi oladigan insonlarga edi. Men aniq ishonaman, shunaqa insonlar ham bor. Bu ma'lumot ham juda muhim edi. Ana endi biznesda aqallan 5 yilga deylik, yokida 7 yilga faoliyat yurg'azib, biznesning ichida turgan biznes egalari uchun marketing haqida gaplashaylik. Biznes egalari uchun marketing haqida gaplashayotgan bo'lsak, hozirgi holatda bizda ko'proq davr o'zgarayotgan vaqtda endi to'g'ri gapni aytish kerak. Esir buzilayotgan vaqtda produktni topishda o'zi qiyin bo'lganda, u hamma narsa defitsitda bo'lgan va kim produktni topgan bo'lsa, o'sha odam hisobga yaxshi ko'tarilgan. Yangi davr boshlanayotgan vaqtda. Hozirgi holatda u produkt уже juda ham ko'payib ketganingizga, ana endi uni уже zibitini davri keldi. Zibitni kuchaytirishi davri keldi. Va hozirgi holatda men marketolog deb kimni aytgan bo'lardim. Например, marketolog biznesmen reklama boshqa narsa qilayotgan bo'lsa, u biron joyga baribir pul tikyapti-da, investitsiya qilyapti. Va u pulini o'zi bilmagan holatda xato investitsiya qilishi mumkin, chunki u sohani u vakili emas-da, baribir buxgalteriyani buxgalter qilgani yaxshi, sotuvni sotuvchi qilgani yaxshi. Xuddi o'shandayki, bozorda o'rganayotgan odam ham, reklamaga javob berayotgan odam addenlar bo'lgani yaxshi-da. Va men aytgan bo'lardimki, hozirgi holatda biznesmen reklamaga investitsiya hisobida qarab turib, ya'ni rasxod hisobida emas, investitsiya hisobida qarab turib, o'sha pulni qaytarilishini ta'minlayotgan odamlardan bittasi marketolog bo'ladi. Super, zo'r. Hozirgi kunda qaysi bizneslar aytaylikki marketologga yoki marketing instrumentlarga juda ham muhtoj yokida shu marketing instrumentlarini jalb qilmasa, marketolog bilan ishlamasa agarda shu bizneslarning umuman kelajagi bo'lmaydi deb o'ylaysiz? Hozir yaqinda bir kitob o'qib tugatgandim va u joyda aytilganki, biznes qanchalik katta bo'lgan sari, ana u boshlanishda endi bu ham bir tirik organizmda.
va xuddi o'sha tirik organizmda primitiv organizmlarda hammasini bitta hujayra bajargan bo'lsa va kattalashgan organizm bo'lgan sari отдельно bo'lishgan va xuddi shundayki qanchalik organizatsiya katta bo'lgan sari shunchalik отдельно bir organga отдельно bir отделga muhtojligi bor va sizni nimangizga aytadigan bo'lsam hammada shu narsaga уже talab bor, hammada shu narsa bo'lishi kerak. Просто yo agar kichik biznes bo'layotgan bo'lsa rahbarda o'zi qiladi, vaqt ketadi. Kattaroq biznes bo'layotgan bo'lsa kimdir rahbarda vaqtini tejagan holatda o'sha narsa bilan shug'ullanadi. Zo'r. Biznes egasi nuqtai nazaridan ochib ko'rishga harakat qildik hozir bu masalani. Endi marketologlarni yoki bo'lajak marketolog yoki marketolog sohasiga endi qiziqishni boshlagan yoki shu sohada o'z faoliyatini yurg'izib turganlar nuqtai nazaridan ham bir qaraylik. Shu masalaga savolga nisbatan. Hozir men tushundimki, tirik organizm borki, bu qonsiz, misolga qoni yo'q bo'lgandan keyin u tirik organizm emas o'sha misolga insonni qanaqa chiroyli bo'lishidan qat'iy nazar, nima funksiya oldin bajargan bo'lishidan qat'iy nazar har bir biznes единицаga marketing instrumentlari, marketolog kerak. Buni tushundik. Endi subyekt nuqtai nazaridan qaraylik. Marketolog o'zi bugungi kunda nimaga e'tiborga qaratish kerak yoki bo'lajak marketolog bo'lmoqchilar yoki marketing sohasi faoliyatlarini yurg'izib turibdilar o'zi. Bularga nima yangi o'zgarishlar kelib turibdi yoki nima tayyor turishlari kerak? Marketologlarni rosti gap, agar boshqa budущий marketologlar uchun tanishtirayotgan bo'lsam, bu ishda eng qiyin tomoni ham hozirgi holatda baribir sizni kasbingizga juda ham o'xshashligi bor, образование bilan juda ham o'xshashligi bor. Chunki marketing ham imенно psixologiya bilan ko'proq ishlaydi. Va ta'lim yo'nalishidan bo'layotgan bo'lsa, sizlar tilni, например, sizlar o'rgatayotgan bo'lsalaring, marketologlar imенно o'sha produkt haqida o'rgatadi. Juda o'xshashligi shu joyda bor-da. Va hozirgi holatda trendlar haqida aytadigan bo'lsak, ko'p odamlar aytayaptiki, искусственный intellekt marketologlarni yoqib tashlaydi deb aytayapti. Shunaqa narsa bor. Lekin meni fikrimcha juda ham foydali yordamchi bo'lishi mumkin. Zamina qilolmaydi. Zaminat hali qilolmaydi. Chunki bu marketing ham odam bilan ishlayotgan narsa. Hozirgi holatda bir xil sotuvga bog'langanday. Va odam bilan ishlayotgan holatda odamni baribir har bitta viloyatda, har bitta davlatda, har bitta regionda o'zining psixotipi bor va u narsa bilan ishlash kerak. Например, hozir yaqinda mana konferensiyada bo'layotgan bo'lsak, европейский model marketingani Srednye Aziyaga olib kirishgan va ularni ishi o'xshamagan. Chunki европейский mentalitetda ishlaganda, азиатский mentalitetda ishlamagan. Даже ular уже отдельно bir выступление qilayotgan odam chiqib turib aytayaptiki, oddiy narsa farosat haqida tushuncha beryapti o'sha. Chunki marketologlar o'sha narsalar bilan andisha, farosat, obro' o'sha narsalar bilan ishlashga majburda. Shunaqa. O'sha O'rta Osiyoda. O'sha tonkslarni hisoblash kerak. Chunki mana hozir yana shunday holat bo'lgan ekanki, bank bank emas, adashdim, kechirasiz. Shunday holat bo'lgan podguznik temasida. Podguznik temasida где-то bir 40% mi odamlar yomon deb javob bergan. Ishlab chiqaruvchi analiz qilgan va qarabsizki 40% odamlar yomon deb javob bergan. Ularning ichida 10% 10 dan 10 yomon deb javob bergan. To'g'ri tushundimmi? Bozorda podguznik bor, mahsulot bor. Shu mahsulotning sifatiga nisbatan analiz bo'lgan va o'shani 10% 10 dan 10 yomon deb javob bergan. Va o'sha narsani endi yevropeylar kelib turib bir javob bergan odamni uyiga borib turib mehmon bo'lib nima qilgan vaqtda qanday deb javob bergan vaqtda 10 dan 10 yo'q degan. Lekin ha yaxshi bo'ladi, kamchiligi bor deb jo'natib yuborgan. Va qarabsizki, ular ketgandan keyin nimaga bunday deb javob berdingiz desa, qanday qilib mehmoningni xafa qilasan deb. O'sha narsa bor-da, u baribir uni Yevropada borayotgan bo'lsangiz, nagla aytadi-da u narsani. Haqiqat. Sani produkting bo'lmagur, boshqa narsa deb aytadi. Lekin bizning mentalitetga keladigan bo'lsa, andisha, mehmon, boshqa narsa baribir mentalitet hisobda bor.
shunaqa farqiyati bor haqiqatda. Buni marketologni, psixologiya ilmsiz bu narsa bo'lmaydi. Zo'r. Hozir kuzatuv tajribamiz asosida ayta olamizki, biznesmenlar, biznes egalari o'zlari marketing bilan shug'ullanishadi va marketingga yaxshi rasxod qilishadi misolga. Xuddi shunday. Savol shundaki, qanaqa qilib marketingda pulni to'g'ri taqsimlab foyda keltira olish mumkin? Qanaqa qilib hech bo'lmaganda marketingda pulni yo'qotmaslik mumkin? Marketingda baribir pul yo'qoladi. Chunki bu farqi yo'q, katta, kichik. Bu даже mana biznesmen hisobida siz ham bilasiz. Har xil narsalarni risk qilib ko'rasiz. Prosta ba'da ham xuddi o'sha investitsiyalarni boshqarish hisobida reklama hisob qilayotganingiz ham xuddi o'sha narsalarni investitsiyalarni boshqarasiz. Ya'niki portfelingizni har xil qilasiz, har xil joyga qilasiz va o'shanga qaysi birdan katta pul kelayotgan bo'lsa, o'shanga qarab yo'naltiraverasiz. Tushunarli. Qanaqadir o'lchov birliklari bormi? Ha. Nima o'lchov, mana men biznes egasi bo'lsam, nima o'lchov birliklarini hisoblab, o'lchab, e'tibor berishim kerakki, shu marketingga qilingan byudjetim yoki rasxod yoki investitsiya mana shu pul misolga o'zini oqladi. Qanaqadir o'lchov birliklar haqida gapirsak. Hozir ROI degan nima bor? Uni ma'nosi shuki, qilgan investitsiyangizni qaytib kelishi. Ya'niki hozir, например, hozir boshqa proyektlarda ishlayotgan bo'lsak, u joylarda biz bir martasi kichkina summalarda reklama yoki investitsiya qilib ko'ryapmiz. Qaysi birdan vixlib ko'proq chiqadi. Например, 1 so'm tikkaningizga qancha pul qaytib keladi. Har bittasidan hisob kitobini qilib boryapmiz va uje keyingi safarga o'zi bir martasiga kichkina объемda investitsiya qilgan bo'lsak, uje ikkinchi martasida uje katta объемda узкий nishaga uje pul tikamiz. Hisobga hozir, например, bu narsani o'zini spetsialisti bo'lmagan holatda bo'lsa, kimdirni gapiga kirib turib, qaysidir biznesmen 1000, 2000, даже 100 ming katta organizatsiya bo'lsa 2 milliongacha ham pul kirgizib yuborishi mumkin-da. Endi o'ziga ishongan biznesmen hisobda, lekin u pulni o'zi qaytib kelishini kam bilan baribir nazorat qilib ko'paytirganingizga yetmaydi. Tushunarli. Upravляемый хаус desak bo'ladi. Raqamda agar suhbat qilsak, 1000 somon qaysi marketing instrumentga ishlatish mumkin-da hozir? Misolga tasavvur qilaylikki, 3 ta klient keldi shu 1000 somon orqasidan. Bular hammasi sof foydada 500 somondan qoldirdi. 1000 somon sarflandi, 1,5 ming somon qoldi. Qanaqa marketing instrument qilishimiz mumkin shu byudjetga? Misolga, instrument haqida gap ketyapti. Bu nima protsentlarda yokida hozir ROI'ni aytib o'tdingiz. 1000 somon sarflab turib 1,5 ming somon qabul qilganda agarda nima qanaqa baho berasiz mana shu narsaga? Baribir hozir siz agar toza foyda haqida gapirayotgan bo'lsangiz, уже примерно baribir o'shanda ham marjina nimasi ROI birga 1,5 ga bo'ladi. Hozir даже men aytishim mumkinki, agar endi uni instrumentlar ko'pda, naprimер hozir instrument, mana 1000 somonga hozir byudjetga nima marketing instrument qila olishim mumkin siz fikringizcha? Hozir например targetirni reklama qilayotgan bo'lsangiz, target reklama. Допустим, target uchun 1000 somon qarab ketyapti hozir, targetga 1000 somon yo'q, 1000 somonga target yoqamiz. Например, ketdi. O'shandan keyin уже sizda уже горячелida hamma воронканgiz ishlab turib, oxirida 3 ta vixlib chiqdi. Siz nima qilasiz? Hozir например, menga tushayotgan hozir bu endi odatda targetirni reklama nima, как основной источник дохода hisobida kelmaydi. Основной источник reklama hisobida kelmaydi. Chunki men bilaman, ko'p hozirgi holatda bizneslar to hozir konkurensiya ko'paymaguncha ko'p holatda sarafana radio orqasidan keladi-da. Hozirda bizda ko'p holatda shunday. Sizda holatingizda bo'layotgan bo'lsa ham, siz o'sha kelayotgan sarafana radioni istotchigidan tashqari quvvatni xohlayapsiz-ku. Va shu holatda sizga o'sha u customerda выгодный ham-da. O'sha 1,5 olib kelayotgan bo'lsa ham, zato 500 как бы siz foydadasiz. Дополнительный источник дохода hisobida. Va o'sha joyda o'sha siz bemalol o'sha kattaroq summa kirgizishingiz mumkin. Lekin o'shani ham baribir nazorat qilib turish kerak. Chunki bozorda ham hajmi degan narsa bor. Siz baribir uni ham kontrol bilan ko'paytirish kerak. Chunki, например, ma'lum bir miqdordan sizga prosta sizga kelayotgan leadlarni o'zi kam bo'lishi mumkin-da. Hisobga, например, bozorda 100 ta odam bo'layotgan bo'lsa, siz bitta 1,5 3 tasini oldingiz, 1000 tikib, 3 ta oldingiz. Hali yana 30 tami, 30 barobarim bitta odam bor. Shunaqa. Endi 90 tami odam bor, 99 tami, qanchadir odam bor. Va o'shalarga siz qanchadir pul tikasiz. Uje undan keyin uje bozor yo'q-da.
siz 1 million tikasizmi shu направлениеga, shu kanalga, undan ko'p tikasizmi, baribir bozorda undan ko'p odam yo'q. Qarabsizki, уже instrument уже ishlamaydi. Bozorni hajmi haqida gap ketdi. Ha, bozorda hajmi haqida. Qaysi ko'rsatkichlar bilan o'lchanadi yo hisoblanadi bu narsa? Odatda bizning o'quv markazimiz misolida ko'raylik shu narsani bo'lsa. Odatda bu narsaga to'g'ri gap shu marketinglarning juda ham og'riq nuqtasi. Ha, statistika aniq raqamlar yo'q-a? Aniq raqamlar yo'q, chunki bu narsani men ishonsangiz juda Garvardni tugatgan odamlar bilan ham gaplashdim. Garvard marketing sohasidan? Ha, imенно marketing sohasi, chunki u bizda og'rig'imizda. Chunki sof ma'lumot juda ham kam. Juda ham kam emas, praktika yo'q. Imенно hozirgi holatda mana hozir искусственный интеллект, data analitika hammasi shuni orqasidan ketadi. Chunki uni orqasidan pul qilsa bo'ladi. Uni marketologlarga sotsa bo'ladi shu narsani. Va imенно shu orqasidan o'zi startaplar katta pul ko'taryapti. Hozirgi holatda sof ma'lumot yig'ish juda ham qiyin. Hozir O'zbekistonda bo'ladi, Rossiyada bo'ladimi? Praktika har bitta biznes joyida двойной buxgalteriya bor, двойной statistika bor-da. Paka. Hozircha deb aytadigan bo'lsak, men bugun налоговыйdan keldim. Paka shunaqa, lekin bundan keyin bunaqa bo'lmaydi. Hammaga foydali tarzda yaxshi raqamlashtirish mexanizmlari ishlay boshlagan hozir. Biznes faqat bitta buxgalteriyada ishlashni boshlaydi xolos. Bu hammaga foydali bo'ladi, xudo xolasa. Ha, o'sha imенно hozir mana shu gapingizga qo'shilaman. Qaysi ma'nodaki, to'shto o'sha bizneslar rivojlanishi uchun ham sof ma'lumot kerak-da. Shunaqa. Agar sof ma'lumot bo'lmaydigan bo'lsa, siz baribir qayerga yurayotganingizni aniqlash, selingizni aniqlash qiyinroq. Zo'r. Ikkita oxirgi savolim. Birinchisi, hozir 2026-yil ekonomik krizis kuzatilib turibdi. Bu 25-yilning avgust oylaridan o'sha shunaqa prognoz bor edi. Ekonomik kriz endi bu tabiiy holat, iqtisodiyotda bo'lib turgan holat. Hozir iqtisodiy krizis paytida biznes egalari marketing nuqtai nazaridan qanaqa xulosalarni qilsin? 1, 2, 3. Hozirgi holatda men kim bo'lishidan qat'iy nazar berayotgan maslahatim, hozirdan bundan buyog'iga polni sifr yig'ish kerak. Raqam yig'ish kerak. Raqam yig'ish kerak. Qanaqa raqamlarni misolga? Farqi yo'q. Qanaqa raqam yig'ayotgan bo'lsa, hammasini yig'ish kerak, chunki kelajakda misol klientning yoshi misolga qancha yo'q. Undan tashqari sizda mana ketayotgan konversiyangiz, churningiz, polni hammasini yig'ib borishingiz kerak-ki, to'shto siz boshqa darajaga o'tmoqchimisiz? Bo'ldi, qarang, men biznes egasi. Mana magazinim bor. Nima qilay? Bugun mana krizis bo'libdi dedi. Nodirbek chiqib turib, krizis ekan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi ishni mana shu narsani qiling, bo'lmasa aka, masalan yopilib ketasiz deb aytdi. Nima qilsin shu biznes egasi? Hozir siz aytganingizda klientga bazani уже yig'ish kerak. Xo'p, klientga baza yig'ishni boshlasin. Biznes egasi bo'lsangiz agarda sizda magazin bor, qanaqadir ishlab chiqarish ham desam bo'ladimi? Ha, u xo'p, qarang. Sizda ishlab chiqarish bor, sotuv bor, logistika bor, xizmat ko'rsatish bor. Mana shu biznes egasi bo'lsangiz agarda, menga nimagadir oziq-ovqat do'konlari ko'z oldimga kelishni boshlayapti. Oziq-ovqat do'konlari misolga har kuni ko'zingiz tushishi mumkin bo'lganda, misolga agarda kimdir buni oziq-ovqat do'konining egasi ko'rmasa agarda, siz shu podkastni ko'rib turgan bo'lsangiz, mana shu joyini ularga yetkazing. To'q. Birinchisi, mijozlaringizni bazasini tuzishni boshlang. Bu birinchi qadam. Klientga baza. Birinchi qadam bo'lmagan holatda ham bitta sizni hozir iqtisodiy krizis mobaynida qilishingiz kerak bo'lgan marketologdan birinchi maslahat. Ikkinchisi, sizni qanaqa nima bo'lishingizdan qat'iy nazar kelayotgan o'sha lidlarni konversiyasini hisoblash. Lidlarni konversiyasini hisoblash. Mana shuni endi ochib berar ekanda siz bizga. Hozir lidlarni konversiyasini hisoblash deganim, например, sizda Instagramingiz bor. Instagramdan aytsak bo'ladimi? Qaysi misolda to'g'ri? Oziq-ovqat do'konining egasiman, misolga. Ha, oziq-ovqat do'koni hisobda bo'layotgan bo'lsangiz, hozir mana sizda tashqarida sizni turgan joyingizdan qancha potokda odam o'tyapti? Mana do'konimning oldidan qancha odam o'tyapti? Mana 100 ta odam o'tdi bir kun davomida. O'sha narsalarning ma'lumotlarini yig'ib borayotgan bo'lsangiz, siz уже ishlayotgan instrumentingiz bilan, sizni mana shu hozir, например, polni 100 tadan yoki u o'sishi mumkin, kamayishi mumkin, qaysi vaqtda soatini, qaysi soatda o'tayotgani, qanday odam, qanaqa odamlar o'tayotgani, sifatini siz tekshirib turib va o'sha holatda o'shanga yarasha o'sha marketing instrument hisobida aksiya qilishingiz mumkin-da. O'sha, например, sizda potokingizni siz hali hozir bilmaysiz, hozir aksiya qilasiz, ularga ta'sir bo'lmayashligi mumkin. Chunki sizga kirayotgan odam уже kirib kelyapti. Lekin siz agar har bitta o'sha sizni
magaziningizni yonidan o'tayotgan har bitta odamni siz kimligini bilsangiz, o'sha kimligini bilgan odamingizni chaqirishingiz osonroqda. Zo'r. Mana 100 ta o'tadigan inson bu значит lead generatsiyami, leadmi? Potensial lead hisobida. Potensialni lead hisobida. 100 tadan 10 ta kirgani bu konversiya hisobidami shunda? Voronkaning ichidagi konversiya. Konversiya. Hali ham u ham o'sha baribir oxirgi nuqtasi emas, chunki oxirgi nuqtasida baribir sotuv bo'lish kerak va sotuvdan keyingi sotuvlar hisobda bo'lish kerak. Hozir leadni va konversiyani hisoblashni boshlaydigan xulosamizni magazin yurg'izadigan shu magazinning egasi tushunishi kerakki, mani oldimdan проходимость 100 ta o'tadigan insondan 10 tasi paka как sotuv qilib turibdi. Endi men shu 10 tani 10% da 100 dan 10 oldi. Endi men shuni qanaqa qilib 15 ga chiqaray yoki 20 ga, 25 ga, 30 ga chiqaray degan narsani o'ylasin. Lead va konversiyaga e'tibor berishingiz kerak. Bu mijozlarni, klientskiy bazasini, bunaqa desak bo'lar ekan. Birinchisi lead generatsiyani hisobladingiz va konversiyani hisobladingiz. Endi ularni bazasini tuzishni boshladingiz deylik, ha? Ketma-ketlikda bo'ldi. Ana endi yaxshi bo'ldi. Yana nima? Uchinchisini aytingchi. Hozir даже o'zingizdagi ma'lumotlarni ham yig'ayotgan bo'lsangiz, hozirgi holatda ma'lumot baribir katta rol o'ynayapti. O'zingizdagi ma'lumotlarni ham polni yig'ib boradigan bo'lsangiz, o'zingizni biznesingizga qarashingiz boshqa bo'ladi. Chunki, например, siz как biznesmen hisobida biladigan mana, например, o'zimiz hozir aytganimiz produktov magazin hisobida gaplashayotgan bo'lsak, aqda ham o'tishga kadr juda ham balandda. Shunaqa. O'tishga kadr ko'p bizneslarda og'riqli nuqta hisoblanadi. Va shu narsani ham baribir sifraga kirgizmasangiz, siz baribir qarashingiz mumkin, просто sizni miyangizga kelib chiqqan holatda qaraysizda. Agar sifrada qarayotgan bo'lsangiz, siz уже tushunchangiz paydo bo'ladi. Qaysi raqamlar haqida gap ketyapti hozir? Misol, men 3-xulosamda raqamlarni yig'ishni boshladim. Misolga, telefonda hozir programmalar bor, misolga, yoki qog'ozda yig'ishni boshladim, misolga. Qaysi raqamlarni yozishni, hisoblashni boshlaydi bugundan boshlab? Hozirgi holatda endi u har bitta biznesda o'ziga bog'liqda, endi o'zining nimasidan. Mana shu produktov oziq-ovqat magazini haqida gap ketyapti deylik. Agar o'zi produktov magazin hisobida bo'layotgan bo'lsa, oddiy har bitta sifra yig'ilgani baribir yaxshi, har bittasi. Lekin hozirgi masalada nima deydi? Ishchilar masalasiga kelayotgan bo'lsak, hattoki nima работников bo'layotgan bo'lsa, o'shalarni siz har bitta personajda, har bitta personalni qancha vaqtda zamina qila olasiz? Har bitta personajingiz sizga qanchaga tushyapti? Va uni mana, например, bizda shu narsa hali yetib kelmayapti-ku. To'shto siz nima desa bo'ladi? Hozir endi sal kamini gapim bo'lindi. Например, Rossiyada nima bor? Отдел kadrlar har bitta ishchi kelganiga siz menga, например, ishchi olib kelsangiz, endi tanishingizni ishchi hisobida olib kelsangiz, 15 ming riski beradi. 15 ming har bitta ishchiga beradi. Agar o'sha ishchi 3 oy davomida o'zini o'rnida yaxshi ishlayotgan bo'lsa, 60 ming beradi. Hozirgi holatda biznesmenga qarab, hozirgi biznesmenlarga aytsangiz, shunday desangiz, ular qazirlar ahmoqlik deb o'ylashadi-da. Bo'lmag'ur rasxod deb o'ylashadi. Lekin uni ham baribir marketing hisobidan qarayotgan bo'lsangiz, uni ham baribir HR reklama qilib vakansiya uchun odam qidirganda, unga ham baribir vaqt ketgan, pul ketgan, HRda hech bo'lmasa oylik ketgan, HRda oyligi vaqt hisobida. Yana shu bo'sh turgan o'rinda kimdir zamina qilib turib, baribir o'sha pulni oboroti. O'sha pullarni hisobidan kelib turib, HRga mana shu beriladigan bonusni sistemani ham baribir marketolog aniqlaydiki, to'shto davay, men senga hozir 15 ming beraman, o'sha bizda biznesimiz uchun veganroq. Sen boshqa instrumentga pul tikmagin, men shunday qilib odam chaqirgan, hozir boshqa instrumentga sen pul tikayotgan bo'lsang, 20 ming yoki 30 ming ketadi. Xuddi o'sha xosda bunga ham baribir sifralar kerak-da, chunki sizning o'sha ishingiz qancha ishlab ketyapti, oyligi qancha yoki o'sha ishchini qanchalik vaqtda siz zamina qila olasiz. Shuni hisobidan, например, siz qimmatroq personaj lavozim bilan bo'lsa qimmatroq bonus, kichikroq bo'lsa kichikroq yoki o'shanga qarab baribir regulovka qilishingiz uchun sifra kerak. 100%. Haqiqatda shunaqa. Komandadan iborat bo'ladi. Oziq-ovqat do'konida bo'lsa ham aqlan sklad masalasida, hisob-kitob masalasida yoki sotuvchi masalasida, kassa turadigan inson masalasida xulosa bo'ladi. Bu juda muhim o'lchov birligi. Значит, 3 ta masala: lead generatsiya va konversiya.
klientga baza mijozlarni bazasini yig'ish, ularning telefon raqamlari mumkin, qancha vaqtda xarid qiladiganlari, ularni tug'ilgan kunlari haqidagi ma'lumot mumkin bo'lishi mumkin va uchinchisi biznesingizni ichidagi raqamlarni hisoblashtirish. Yana misolga sizga kelgan bir inson, siz o'ylashingiz mumkin, ha men bularga misolga 3,5 ming yoki